Qaynona oyijoningiz qani kelin poshsha bugun iftorga bir pirog pishiringchi desa shu pirogni pishirib bering. Og'izlari lang ochilib qolsin. Kelingan un bilan margarin yoki saryog'ni kroshka qilib olamiz. Alohida idishga smetana yoki qatiq, 2 dona tuxum, tuz solib aralashtiramiz. Unli massamizga qo'shib, o'rtacha yumshoqlikda xamir qorib olamiz, tindirishga qo'yamiz. Tovada salgina yog'ni qizdirib, kubik to'g'ralgan go'shtni solamiz, qovuramiz. Tuz sepib, orqasidan to'g'ralgan piyozni solib, yana qovuramiz. Go'sht va piyoz suvni tortgach, mayda kubik to'g'ralgan svetofor bolgarskiy va ko'katlarni to'g'rab solamiz. Tuzini rostlaymiz, ziravorlar shart emas. Bu orada tinib olgan xamirimizni teng 6 ta bo'lakka bo'lamiz, zuvlachalar yasab har birini yoyamiz. Bir tarafini xuddi videoda ko'rganingizdek kesib, ikkinchi tarafiga qiymamizni solamiz va o'rab chiqamiz. Ikki chetini qayirib berkitish esingizdan chiqmasin. Hammasini shu ko'rinishda o'rab chiqib, listga terib, ustidan tuxum sarig'i surib, ko'pgina kunjut sepib, qizib turgan duxovkaga 40-45 daqiqaga jo'natamiz. Qarabsizki, shunaqangi mazali, sochli, ham go'shtli, ham sabzavotli pirogimiz tayyor bo'ldi. Iftor mahalga oila a'zolaringiz uchun xuddi shu retseptni tayyorlab ko'ring va ularning barchasini lol qoldiring.